oyiga chiqadi 1.152.000 so'm. Qarang, bu joyga pastga bitta odam chiqsa-yu, hech kim pulsiz qolmayapti. Yana bu tomoningda 3 ta, bu tomoningda bitta demayapti. Keling endi har bitta pasingizdan tushgan paytda odam sizga pul chiqayotgandan keyin siz endi boshqa biznesni yig'ishtirib qo'yib, ikkala tomoningizdan ikkita lider tayyorlashga tushasiz. Va mana shu holatida siz ishingizni davom etkazaverasiz va siz bu tomoningizga 160 ta, bu tomoningizga 160 ta odam bo'lgan paytda siz menejer bo'lasiz va sizga korporatsiya "Oho, mana shuncha odam qilganing uchun rahmat" deydida $1000 tashlab beradi. Menejer bo'lgan kuningiz va sizni korporatsiyamizda esingi davlatlarda tovar oborotidan 3% tovar oborotiga kirasiz. Ya'ni biz pensiya deb qo'yamiz buni. Har oyda 10-sida olinadigan pensiya puliga ilashasiz. 160 taga 160 ta qilgan paytimizda. Endi keling, sizni qo'lingizda 160 ta bo'lganda, mana bu Alini qo'lida nechta bo'ladi? 159 ta bo'ladi. U ham yana qo'shimcha holatda qilib, Ali menejer bo'lgan paytda, bu qo'lingizda Vali menejer bo'lgan paytida siz starshий menejer bo'lasiz va sizga o'sha kunda o'zida $2000 mukofot tushadi. Starshий bo'lganingizda va siz endi undan ko'proq 3% tovar oboroti pensiyasiga chiqasiz. Menejerda 5 milliondan 10 milliongacha bo'lsa, starshiyda 10 milliondan 20 milliongacha oralig'ida pensiya olasiz. Endi xuddi shu holatda ketadi. Bu yog'ingizda starshий, bu yog'ingizda starshий menejer bo'lgan paytda direktor bo'lasiz, $3000 mukofot olasiz va siz endi 4% dunyo tovar oborotiga qo'shilasiz endi. Tushundingizmi? Endi esingiz dunyo tovar oborotiga qo'shilasiz. Uzr, to'y 3%. Dunyo tovar oborotidan 3%. Yozib oldingmi? Endi mana shu joyda qarang, siz ikkilikni yaratgan paytingizda hech nima ish qilmadingiz. Yer chopmadingiz, ko'cha supurmadingiz, tovar sotmadingiz. Sizni qiladigan ishingiz o'zingizga yoqqan mahsulotni ikkita yaqiningizga taklif qildingiz xolos. Mana shu paytda sizga ikkita insoningizga mahsulotimizni maqtab qo'yganingiz uchun mana shuncha katta komanda